Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bugungi 20 talik kapalak stollarimizni Buxoro viloyati Ramiton tumaniga jo'natamiz. Xudo xolasa tayyor bo'ldi. Bu zakaz qilgan akamiz 4,5 metrli xonani zakaz qilgan. Alohida bo'lsa ham ikkita uyga bo'lib ishlatsam ham bo'laveradi, shunaqa qilib bering degan. O'rtasi alohida ajraydi. Buni faqat stol komplet holatda emas, stolini o'zini boshqa xonaga olib chiqib, xon taxta qilib ishlatsa ham bo'ladi. Ozroq mehmon keladigan bo'lsa, oyoqlarini yiqitib turib, pastga xon taxta qilib, atrofiga to'shakcha solib, mehmoningizni kuzatish imkoniyati bor. Stollarimiz 100% yong'oq daraxtida bo'ldi, gullari o'rtaga keldi. Stollarimiz MDFda 4,5 metrga 1,20 sm enini qilib berdik, ulangan holatda. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, o'zi bu 20 talik, 2 donasini bu tarafda turibdi. Oldini ko'rsatish uchun yonboshiga olib qo'ygan edim. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, boshqa ranglari, boshqa fasonlari, nomerlarimizga aloqaga chiqsanglar, uyingizni rangiga, aboyiga moslab tayyorlab beramiz.